Selam. Vallahi bir videomuzda Minecraft oyununu oynamayız. Çünkü bu videomuz kısaca anlamak bilen düşündürsem bu videomuzda videoga qatnashgan qarindoshlarimdan 6 ta eng zo'rlarini tuzib chiqdik. Endi 6 kishi qatnashgan bizning videomizda. Shuning uchun 6 kishini ro'yxat qilib chiqdik. Top 6 talik. Tak. 5-6 o'rin. Hozir esa sizlarga ko'rsatib o'taman 6 o'rinligini. Tak, mana shu joydagi Ilyos 6-o'ringa qo'yilmoqda. Mana shu Ilyos. Ilyos, men o'zim hushimdan ketib qoldim. Meni kimdir olib ketib qolmasga xavf qo'ydi. Kimligini ko'r. Tak, mana shu. Hozir nima uchun 6-o'ringa qo'yganimizni aytaman. Tak, mana bitta jang bo'ladi hozir. Tak, mana shu joydagi Ilyosning birinchi videodagi birinchi o'lishi. Juda ham ko'payib ketdi Birinchi o'ldiringlar. bo'ladi. Ilyos qani? Shuning uchun Hamma shaytami? Ilyos. uni 6-o'ringa qo'yishgan. Yo'q. Ilyos o'lib ketdi. Jabbar qoch, orqangdan modlar kelishyapti. Shuning uchun Ular ko'payib 6-o'ringa qo'yishga majburman. Uringlar, qochamiz, hamma qochsin. To'g'ri, ikkita videoni qatnashgan. Lekin bu 6-o'rin. Shuning uchun berildi. Diyorbek aslan adashmasam mana shu videomizga qatnashgan. Menimcha qatnashgan bo'lishi kerak. Lekin uni videolarda topolmadim. Ancha videolarni qidirdim, lekin bu videoda yo'q. Yo'q, hech qayerda yo'q. Hattoki juda ham ko'p videolarni ko'rib chiqdim. U ovozi ham eshitilmagan. Hayda, yo'q, birontang yo'q. Hattoki u boshqa videolarni ham yo'q. Ko'rishga bu yangi videolar bugun qo'yildi. Bu boksda qo'ymagan. Bunda film bilan o'ynaganmiz. Yo'q. Prosta gap yo'q. Shuning uchun Diyorbekni 5-o'ringa qo'yganman. Chunki biz yerda videolar olganimizda qo'shgandek. O'zi endi ikkilarimiz bo'lamiz. Nima bor, qo'shni Ilyos Steve. Mana shu videomizni bor edi. Bor edi-yu. Bor edi. Mana shu videoda bor edi. Menimcha Diyorbek ko'p videolarimizga qatnashgan. Prosta videolar o'chib ketgan deb o'ylayapman men. Yozib qo'ygan. Mana qarasalar, mana boshqa videolar ham, mana shu video ham Spreesban boshqalar ko'rmaydi, faqat YouTube'ning o'zidagi akkauntga ko'rish mumkin. Diyorbek uy qurish bo'yicha eng tezkor o'yinchilardan biri. Top 3-talikka kirgan Diyorbek eng tez uy quradi va shuning uchun uni 5-o'ringa qo'ydik. Va u birinchi videoga qatnashgan. Bizning oldingi kanalimizda videoga birinchi videoga qatnashgan o'yinchi. Shuning uchun uni 5-o'ringa qo'ydik. 4-o'rin. Kimni bilaysiz? 4-o'rinda mana shu videomizning eng bosh jeyterlar qoldi. Bizning qo'rquv ostimizdagi eng tezkor o'yinchi Catboy. Catboy 4-o'ringa qo'yildi. Chunki u tezkor va uy qurish bo'yicha eng yaxshilardan biri bo'lishi mumkin aytgan. Bilmaymanmi? Va uni shuning uchun 4-o'ringa qo'ydi. Va kimdirlar so'raydiki, Bo'ldi, ikki kishi yo'qmi? Ilyos, yur. kimdirlar so'raydi, Shamsul videosiga qatnashgan to'g'ri ko'rsatdik. Lekin u qarindoshim emas, qo'shni. Shu Muhammad Zoir. Mir. Shuning uchun odam edi. Va 4-o'ringa qo'yishga arzigulik odam. Tezkorlik bo'yicha eng tezimiz shu. Va 3-o'rin. Kimni bilaysiz? Va u mana shu inson. Bu kishi bu skin taniydi. Bu Laylo. 3-o'ringa Laylo nima uchun qo'yildi? Chin singlimligiga va ko'p o'yinlarimda qatnashgani uchun 3-o'ringa qo'ydim. 50 uy quradi u. Shuning uchun uni 3-o'ringa qo'ydim. Boshqa gapim yo'q.
top 3'ga ham yetib keldik. Top 3'da esa mana shu yerdagi insonlardan biri oldi. Top 3'da tak Jafarbek oldu. Mana shu skindagi Jafarbek oldu. Chunki u parkur bo'yicha eng yaxshilarimizdan biri va juda ham yaxshi o'yinchilardan biri. Shuning uchun uni top 3ga qo'ydim. Va uy qurish bo'yicha ham yaxshi o'yinchilardan biri. Mana juda ham yaxshi. Uy qurish yaxshi. Shuning uchun u ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda aylaydi. Ikkinchi o'rin Jafar. Mana shu dingillab sakrayotgan odam ikkinchi o'ringa munosib edi. Tezlik bo'yicha unchalik emas, yo'qish bo'yicha 50-50. Parkur bo'yicha yaxshi o'yinchilarimizdan biri. Va ko'p videomizda qatnashgan. Shuning uchun uni ikkinchi o'ringa qo'ydim. Va esa endi birinchi o'rinimizga ruxsat berishimiz kerak. Birinchi o'rin kimni bilaysiz? Birinchi o'rin mana shu odam. Otabek juda ham yaxshi quruvchi. Nima uchun buni birinchi o'ringa qo'yganimni bilasizmi? 5 gacha sanayman va aytaman. 1, 2, 3. Chunki u bizning eng YouTube kanalimizga eng ko'p videoga qatnashgan o'yinchi va u juda ham parkurlarda eng kuchli o'yinchilardan biri. Otabek hattoki birinchi videomizga ham va qolgan ikkita video va hattoki birinchi YouTube kanalimdagi birinchi videomga ham qatnashgan o'yinchi. Shuning uchun ham u parkurda juda ham yaxshi o'yinchi va tuzoqlab qo'yish bo'yicha ham birinchi o'rin. Parkurda esa balkim birinchi o'rindir. Men qo'shilmasam balkim birinchi o'rin bo'lar. Balkim 50-50dir. U tanlovlar bo'yicha Minecraftdagi eng yaxshi biluvchi va eng Minecraftni yaxshi o'ynavchi odamimizdan biri. Minecraftni yaxshi o'ynaydigan odamimiz shu hozirda Otabek bo'lib turibdi. Chunki u juda skin va Minecraftlarni juda ham qiziqib tomosha qiladi va shuning uchun uni birinchi o'ringa qo'ydim. Hattoki damlamalarni mendan ham yaxshi biladi. Biroq uni so'rab o'tiraman. Menga ham o'rgatdi. Shuning uchun birinchi o'ringa qo'ydim. Bu esa endi mana bizga endi farqi ham yo'q. O'tiraveradi poygo'r. Shuning uchun uni birinchi o'ringa qo'yishga majburman. Bo'pti bolalar, hammaga xayr. Bugungi videomiz kimga yoqdi? Like va bizga qo'yishni unutmang.